Men tunji qitimliq zo'pinimni 37 qitim ovoz bergan, ras. Do'yinni qilaymi, qilmayman deb ishkilinib qolgan bo'lsangiz, do'yinni chuqum qiling deyman. Men o'ktamayman sizga, lekin ishkilinman, bu do'yin qilishmi bir bilim. Mushuni qilgan vaqtda o'zingizni texmo bekalik bika o'tirib ketganligingizni his qilasiz. Do'yinda boshlar yurak berib, boshlar inkas sezib o'tib ketsizmi, o'tib ketaverasiz, lekin do'yinni chuqum qiling. Meni funksiyalar unchalik yuqori bo'lmasmi, lekin biz do'yin qilish jarayonida 3 yil o'tdi. Nurg'unlik ta'til yo'lini men ma'lumcha. Lekin mushu bek ishkilanayotgan bo'lsangiz, chuqum bir qilib sinab beqing. Qanchalik qilamiz? Hech bo'lmasa bir oyda kuni bir taldan 30 ta zo'pinsiz ishlab beqing. Zo'pin ishlash bunda oson emas. Chiqlab ekran chiqib qilib kelib qolmoq unda oson emas. Men tunji qitimliq zo'pinimni 37 qitim ovoz bergan, ras. Zo'pinimni. Anan lekin meningki chuchonrimdan dastlabda mush bir tana setlab 44 ga bir pay tushgan vaqtda men shunda sekirib ketgan. Endi bu siz bu do'yinni qanday qiysangiz, bu shundan ma'noga emas. Bir kichik balaga kuyinganda kuyinsiz anadagi qilgan narsa. Shunga o'zingizni taqqayilib boqib rasmingizni yo'llab bunda avvar olmang. Do'yin qilmay deyotgan bo'lsangiz, mush ekranda siz cho'qim qiling, qilib sinab beqing. Mush qilgan vaqtdan men bilmayman, etmayman degan narsani hammani bilasiz, bilishga tirishsiz. Men davlat tili seviyarim unchalik yuqori bo'lmasmi, ash yo'ldoshlarni jibos o'tirib, mush pul o'rganmayman deb nurg'un narsani o'tirib, o'rganib, yezib, 3 ta xotiram barcha. Anan lekin oxirida ham aniq bir dars berib keldim, lekin eng yaxshi ilib menga men bek tirishdim. Ba'zi vaqtda ham o'zim bir edim, yolg'izlik qilib qoldim, endi jazing belalarini oldim. Ba'zida ham edimning oilada kayfiyat yaxshi bo'lmay qolib qolsa, do'yinim yaxshi qilolmaydi, lekin do'yinni mush qilmaydi aytganlarim bo'lib qolib qolsanglar, birinchidan areal bo'lib qolsanglar bek yaxshi ilib mangalaysizlar. Endi yana birisiga mush arealning ichida ayol kishini bek qilg'iz, balki eringda to'sqan bo'lsa, qilmanglar deyman. Do'yin qilib pul topma deb o o'ydigan narazılık pul topmanglar, lekin men o'ydi bika erim qilib sinab beqing deb qo'lida oila a'zolarim meni qilsang bo'ldi deb qarsanglar, chuqum qilib baqsanglar bo'ldi do'yinni. Qilib baqmay turib hech men bilmaysizlar. Do'yinni qilinglar, sizni yaxshi ko'rgan odam chuqum chiqdi. Meni yaxshi ko'rmagan odamimiz do'yinda bor. Meni yaxshi ko'rgan odamim men do'yinda bor. Sizdan hech kim yaxshi ko'rsa, men yaxshi ko'rib, men gonjoq qilib olay. Ishninglarmish gapga. Chuqum qilib sinab beqing. Chuqum sizga o'xshash bir edim sizni do'yinda chuqum gonjoq qilasiz, yuraklaringizga, sizning zo'pilaringizga chuqum yurak berdi, chuqum inkas yozdi. U yerlik o'kunib besib qo'ysa, bu yerlik buni qilib qo'ysa, do'yinga rimon chiqib ketgan, qiziq nuqta chiqib ketgan, o'z gaplarimiz o'sroq gap. Faqat mezmuningiz yaxshi bo'lsa, siz chin ixlosingiz bilan shu do'yinga haqiqiy o'zingiz yuragingiz berib zo'pin tatsangiz, do'yinning meng'ishiga siz unda ensirab ketmaysiz. Bu do'yin chuqum qilib beqing. Qilib beqing. Qilaymi, qilmaymi demay, yapsa pishami, ko'psam pishami demay, chuqum sinab beqing, sinab baqmay turib hech qanday ish qilolmaysiz, juma. Xo'sh.